Bugungi tongim qahva bilan emas, qizimning isitmasi bilan boshlandi. Tungi bo'tqamiz pishguncha xo'jayinim ishxonalariga lunchbox yig'ishni boshladim. Hamma har kuni erimga ortiqcha xarajat qilmasliklari uchun ishxonalariga obed solib beraman. Non kammasmi desanglar, yo'q, xo'jayinim ko'p non yemaydilar. Orasida manni kashamiz ham tayyor bo'ldi. Birgalikda nonushta qilib, endi esa vitaminlarimni vaqti keldi. Oxirgi paytlarda vitaminlar kursini ichyoman. D3 plus K2 va omega. Haftadan so'ng sochlarim to'kilishi kamaydi, tirnoqlarim mustahkamlandi. Energiya va tetiklik paydo bo'ldi. Bu vitaminlarni Germaniyadan buyurtma qildim va to'g'risini aytsam, avval ichgan vitaminlarimdan ancha samaraliroq ekan. Sizlarga ham девочки maslahat beraman. Buyurtma qilgan profilni video ostida qoldiraman. Soat esa ertalab 8, qizim bilan xo'jayinimni ishga kuzatdik. Keyin esa o'zimiz kiyinib shifokorga yo'l oldik. Qizimni tekshirib va hozircha antibiotiklar qo'shmaymiz dedi va isitma tushiruvchi dorilarni suiiste'mol qilmaslikni eslatdi. Immunitet ishlashi kerak. Faqatgina isitma harorati 39 ga yaqin bo'lganda isitma tushiruvchi beramiz. Hozircha bizda faqat obilное pityo va virusga qarshi dori ichamiz. Aytgancha nastoyka romashka esa haroratni pasaytirishga va suv muvozanatini saqlashga yordam beradi. Ongim esa ana shunday o'tdi. Sizlarda-chi?